Assalamu alaykum hürmetli savoqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun usulul hadis darsligimizning 3-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda sahih bilan tanishib chiqqan, ya'ni hadisninki qismlaridan birinchisi bo'lgan, ishonchli bo'lgan sahih bilan tanishib chiqqan. Endi biz bugungi darsimizda ikkinchi qismi bo'lgan hasan bilan tanishib chiqamiz. Endi hasan degan qanday qidiyasiga vaqtimizda hasanmu sahihga o'xshash amal qilinishi kerak bo'lgan hadis. Unda qolsa nima uchun uni hasan deb ayirib oldik? Chunki sahihdagi bir dona shart tuvallab ketgachga, yo'qib ketgachga emas, tuvallab ketgachga. Masalan biz sahihda 5 dona shartni qildik. U shartlar ichidan dabitun fi dabtihi, shundaqo uni astutishda mustahkam bo'lgan bo'lishi kerak. Endi hadis rivoyat qiluvchilarni, hadis naql qiluvchilarni, bu shu hadis sohasidagi o'quvchi, diniy ustozlar dedik biz. Endi ustozlar hadis deb bergan o'quvchilarga qaysininki astush qobiliyati yaxshi, qaysininki sal normal, mushuning hammani yozilgan, hammasining tarjimali yozilgan dedik. Endi hadis anglag'uvchi o'quvchilar ichidagi astush qobiliyati mustahkam bo'lsa, shundaqla adl bo'lsa, hadisda illat bo'lmasa, shazliq bo'lmasa, isnodi muttasil bo'lsa, bu hadis nima bo'ldi? Sahih bo'ldi. Endi shu sahihdagi shartlarning hammasi bor. Isnodi muttasil, shazliq yo'q, illat yo'q, adl bor. Hadis rivoyat qiluvchining hammasida adl bor. Ya'ni dinda durust, urf-odatga xilof, ayb ishlarni qilmaydigan, ammo astush qobiliyati mustahkam emas, azroq tuvan. Ojiz emas, zaif emas astush qobiliyati, ammo xafif, ya'ni mustahkam emas, azroq tuvan. Bunda bo'lib qolsa, nima bo'ladi? Bu hadis hasan bo'ladi. Payg'ambarimizning hadisni anglagan har bir kishi qancha odam bo'lsa, shu hadisning isnod sanadida shuning ichidan bir odamningki astush qobiliyati zaif emas, xafif, yani yengilroq bo'lib qolsa, bu hadisni sahih demaymiz, deymiz hasan deymiz. Hasan deymiz. Mana mushada farq bor. Endi biz darsimiz kelaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Val hasanu hasan, ya'ni hadisning ikkinchi qismi bo'lgan hasan hadis deganimiz al-ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Hasan al-ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu. Yo'li tunishliq bo'lgan va rijallari, ya'ni hadisni rivoyat qilgan silsiladagi zanjirsimon san'atdagi kishilar va g'adat sori ma'nosida bo'lgan, qanday bo'lgan? Laka sahih, sahihga o'xshash emas, ishtaharat, mashhur bo'lgan. Mashhurlash rijalninki mutaalliqa. Diqqat, hasan al-ma'ruf va turuqan. Yo'llari tunishliq, ya'ni sahihga o'xshash. Va g'adat rijaluhu, va uning rijallari laka sahihga o'xshash emas, ishtaharat, mashhur bo'lgan. Ya'ni mashhur bo'lgan. Qanday mashhur bo'lgan desa, Maravi maxsus shu Kufa ahlidan hadis rivoyat qilgan ravi. Maravi maxsus Madina ahlidan hadis rivoyat qilgan ravi deb tutqan yo'li qanda ma'ruf, tunishliq, mashhur. Lekin rijallari laka sahihga o'xshash emas. Bu yerdagi o'xshash emaslik nada deganda xafifud dabt, ya'ni as tutishi yengil, ojiz emas, yengilroq. Faqat mushada farq bor. Mana bu hasanning tunishtirilishi. Bir hasan hadis o'xshash bir mazmundagi hadis. Mazmuni bir hadis rivoyat qilgan odamlar ichidan bir odamningki dabti, as tutish qobiliyati yengil bo'lsa, bu hadisni bo'lib ketdi, hasan bo'ldi, sahih bo'lmadi. Shu mazmundagi hadisni yana bir qancha raviylar rivoyat qildi. Shu raviylarning ichidami yana birisining qanda as tutish qobiliyati xafif. Yana bir yo'llar rivoyat qildi. Demak, u hadisni rivoyat qilgan silsila, ya'ni naql qiluvchi kishilar bir qancha yo'ldan keldi. U yerdan birisi, bu yerdan birisi,
Yolu köpüyüp ketdi. Yolu köpüyüp ketsə bu hadis güçlənib sahih li gayri dərəcəsiga öyrələydi. Hasandan sahih li gayri. Undaq güçlənməsə hasan boladı. Yəni hasan li zati boladı. Özü hasan boladı. Ve kullu ma an rutbetil hasani qasrun fahuwa da'if ve huwa aqsamun kuthur deydi. Hasanның mərtəbəsindən qasrı, kem boğunun hammasi, yəni başların şərt vatdığı, isnadə muttasıl. İsnadədən bir adam çıxıb ketken bolsa, hammasi işəncilik adamlar. Hammasi şu ilim bilen məşhur olan işəncilik adamlar. Lakin bir avlad, yəni bir dövrdəki bir adam qanda ulaşmaqlıq. Buna olub qalsa, bu hadisini bakıb ketdi. Hasan olmay, zayıf olub ketdi. Yoki illat olib qalsa, yoki shaz, yəni onunğa bir hadis qarşı kelib qalsa, yoki astush qobiliyati ojiz olib qalsa, yoki naqlda ojiz olib qalsa, yəni gapni joyida yetkazmaydigan adam bo'lib qalsa, bu hadis zayıf bo'lib ketadi. Endi bayatin degandek sahihning 5 xil sharti bor dedik, shundaqmi? Shu 5 xil shartning ichidan bir tushib ketsa zayıf bo'lib ketdi. Isnodidan bir adam tushib ketsa zayıf bo'lib ketdi. Illat paydo bo'lib qolsa yana zayıf bo'lib ketdi. Demek, şu 5 xil sebepten qaysi bir xil sebepten bolsun buldu ekan, zayıf buldu ekan. Şunun için fahuwa daif o zayıf ve hu aqsamun kuthur. Onun qismlari ko'p. Masalan, isnodidan bir adam chiqib ketgan bolsa, buni biz munqati hadis deymiz. Isnodidan bir adam chiqib ketgan deymiz. Lekin qaysiga tava? Zayıfga tava. İllat paydo bo'lib qolgan bolsa, bu hadisga hadisun muallal deymiz. İllatli hadis deymiz. Bu muallal hadismi qaysiga tava? Zayıfga tava. Shaz hadis deymiz. Bu mu qaysiga tava? Zayıf kitaba. Demek zayıfninki kısımları qaysi qanda köp. O aqsamun kuthur. Onun kısımları köp. Şuna zayıf hadisninki qat'iy hujjat qilg'ili olmaydiganlari var. Boşroq hujjat qilg'ili bo'lganlari var. Endi hasanni hujjat qilamiz, ya'ni dalil qilg'ili bo'ladi, amal qilishimiz kerak dedik. Endi bir ma'lum bir hukmda yoki ma'lum bir ibodat to'g'risida zayıf hadis kelib qolsa, uning amal qilishga bo'lamdi yoki zayıf hadisni so'zlashga bo'lamdi degan vaqtimizda zayıf hadisni tüvendeki bir qancha şartlar bilan so'zlashga bo'ladi, amal qilishga bo'ladi. Bu shartlarning birinchisi o zayıf hadis fazil fazail yoki targ'ibat babidagi hadis bo'lishi kerak. Masalan, palani oyatni o'qisam mancha savob, palani vaqtda mana namoz o'qisam mancha savob deganga o'xshagan bir amallarning fazilati, savobi, ajri, mukofot haqida kelgan bo'lsa, bu hadisni hujjat qilsak bo'ladi. Bu birinchi sharti. Ikkinchi sharti shu mazmunda kelgan zayıf hadis yana boshqa bir sahih ishonchlik hadislar bilan yoki oyatlar bilan isbotlangan bo'lishi kerak. Masalan, Qur'on o'qishning fazilati to'g'risida nurg'ulg'an ishonchlik hadisi bor. Endi Qur'on o'qish to'g'risida yana bir zayıf hadisning birisi kelgan bo'lsa, uni hujjat qilsak bo'ladi. Chunki Qur'on o'qishniki savob ekanligi sahih dalillar orqali qanday qilingan, isbotlangan. Masalan, tuqqandachilik ulash, sil rahmon ulash haqida Qur'onda nurg'un oyatlar bor. Nurg'un ishonchli hadislar bor. Ammo yana bir zayıf hadis bo'lib qolsa, uni ishlasak bo'ladi. Chunki uni kuchlantiradigan nima ishonchli dalillar bor. Demak, ikkinchi sharti zayıf hadisda dalil qilmoqchi bo'lgan hukm boshqa ishonchli bir hukmlar bilan, ishonchli manbalar bilan, yoki oyatlar bilan yoki hadislar bilan isbotlangan bo'lishi kerak. Üçüncüsü zayıf hadisga amal qilganda ehtiyot etiqod bilan amal qilish kerak. Cho'qim Rasululloh shunda degan emas, agar deb qolgan bo'lsa deb ehtiyot bilan amal qilish lozim. To'rtinchisi zayıf degan bir qancha qismga bo'lingachga, u zayıfning ichidagi ig'ir zayıflar bor. Masalan, mavzu deymiz, munkar deymiz. Bunda turiga tava bo'lmaslik kerak zayıfninki. Mush 4 xil shart ostida zayıfni qanday qilib bo'ldi? Amal qilib bo'ladi va so'zlagili bo'ladi. Yana bir qism olimlar shu hadisni degan vaqtda zayıf ekanligini eskartib qo'yish degan shartni qo'shgan. Unda bo'lsa o'qlashlar bugungi hasan va zayıf haqidagi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة
وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. وما أضيف